Loyihamizning bugungi sonini bitta savol bilan boshlamoqchiman. Odamlar o'rtasidagi tenglikni nima ta'minlaydi? Bugun shu haqida batafsil bilib olamiz. Siz eng qiziqarli faktlar va yetti uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Afina, miloddan avvalgi 650-yillar. Shahar hokimiyati aristokratiyaga tegishli. Ya'ni har bir aristokrat o'zicha qoidalar o'rnatadi, boshqasi esa bekor qiladi. Xullas, hamma bilgan somsasini yeydi. Lekin kim qanaqa qoida qabul qilyapti, qayerda o'zini qanday tutish kerak, nima mumkin, nima mumkin emas kabi tushunchalar kambag'al odamlarga umuman noma'lum. Qoidalar og'zaki tarzda amal qiladi. Uni yaratuvchi odam qoidani esdan chiqazib, xohlagan vaqtda boshqa qoida o'ylab topishi mumkin. Afinada mulk, yer va hatto erkinlik bilan to'lanadigan qarz turlari amalda bo'lgan. Natijada aholi qarzga botgan, aristokratiya qo'lida katta yer uchastkalari yig'ilib qolgan va shahar hukmdori zaiflashgan. Agar kimdir jinoyat sodir etsa, oqibatda jinoyatchi va jabrlanuvchi boy yoki kambag'al oilaga tegishli ekanligiga bog'liq bo'lgan. Ya'ni boy bo'lsangiz haqsiz, kambag'al bo'lsangiz nohaq. Ko'pincha bu bir necha avlodlarga davom etishi mumkin bo'lgan qasoslarga sabab bo'lgan. Aristokratlarni bir-biri bilan kelishmovchiliklari butun shaharning yashash tarziga ta'sir qilgan. Miloddan avvalgi 620-yilda xalq noroziligi kuchayib borgandan so'ng aristokratlar bitta umumiy qoida qabul qilishga majbur bo'lishgan va qonunshunos Drakontdan qonun ishlab chiqishni iltimos qilishgan. Drakontni qonuni bo'yicha endi aristokratlar o'rtasidagi kelishmovchilik sud orqali hal bo'ladi. Qasos esa noqonuniy deb topiladi. Shunday qilib, asosiy qonunlarning birinchi ko'rinishlari antik davrda paydo bo'lgan. Bu qonun shaharni boshqarish tizimini tartibga solgan. Demokratiyani birinchi ko'rinishlari qadimgi Gretsiyada yuzaga kelgan bo'lsa-da, u davrda ayollar va qullar fuqaro hisoblanishmagan. Menimcha u davrga qaytishni hech kim xohlamasa kerak. Qisqa qilib aytganda, ma'lum hududning konstitutsiyasi o'sha hududda yashayotgan boymi, kambag'almi, amaldormi, xoh oddiy ishchi bo'lsin, hamma uchun birdek ishlaydigan bosh qonundir. Boshqa qonunlar aynan undan kelib chiqib yoziladi. Misol uchun, mana bu chashkani bu joydan bu joyga olib qo'yganingiz uchun bugun sizga hech kim hech narsa demaydi. Konstitutsiya sizga ertaga kimdir kelib bu chashkani bo'tdan o'tga olib qo'yganingiz uchun tirik qolishingizni kafolatlaydi. U bosh qonun. Uni hech kim sizdan yoki sizning vakillaringizdan beruxsat o'zgartira olmaydi. Agar u bu kimda o'zgartirish niyati bo'lsa, u sizdan обязательно ruxsat olishi shart. Ruxsat bermaslik sizga bog'liq. Yoki siz saylagan deputat yoki senatorga. Xullas, har qanday rahbar bilgan ishini qila olmaydi. Biz hozirda eng mukammal deb bilgan AQSh konstitutsiyasining yaralish tarixi ham shunga o'xshash. 18-asr oxirlariga kelib, hozirgi AQSh hududida endigina mustaqillik uchun urushdan chiqqan 13 ta bir-biridan alohida shtatlar, aniqrog'i o'sha vaqtda mustaqil davlatlar bo'lgan. Har xil qonun qoidalarga asoslangan koloniyalarni bitta davlatga aylantirish masalasi yuzaga keladi. Amaldagi federal hukumat kuchli organ sifatida tan olinmagan. Shtatlarni birlashtirish uchun mamlakatni boshqarish prinsipi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra hokimiyat 3 ga bo'linadi. Birinchisi ijro, ikkinchisi qonunchilik, uchinchisi sud. Ular bir-birini ustidan nazoratni ta'minlab beradi. Bu hokimiyatlar birdamlikda ishlashi uchun esa yagona ustuvor qonun kerak bo'lgan. 1787-yilda bir necha oy davomida 55 kishi o'zaro tortishib, turli muhokamalar qilib, oxiri konstitutsiyani qabul qilishadi. Shunda ham ba'zi shtatlar uni tan olmaydi. Ushbu shtatlar inson huquqlari bo'yicha moddalar o'zlarini mustaqilligini saqlab qolishiga kafolatlar talab qilishni boshlaydi. Shu sabab 1789-yilgacha konstitutsiyaga 10 ta huquqlar haqida bil o'zgartirishlari kiritiladi. Shundan beri hozirgacha yana 17 ta o'zgartirish kiritilgan. Hozirda AQSh konstitutsiyasi eng sodda va mukammal yozilgan konstitutsiya deb hisoblanadi. Ishonmasangiz o'qib ko'ring. Juda kam va qisqa yozilgan. Chashka haqidagi misolim esingizda? Xo'sh, konstitutsiya bosh qonun. Uni hech kim o'zgartira olmasligi yaxshi-ku. Nimaga o'zgartirishadi? Bu masalada AQSh konstitutsiyasini yaratish uchun chaqirilgan 55 ta a'zoning biri bo'lgan Thomas Jefferson konstitutsiyani har 19 yilda o'zgartirib turish kerak deb hisoblagan. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, bu vaqt ichida aholining yarmi yangilanib, yangi odamlar va yangi qiziqishlar paydo bo'ladi.
Shunday bo'lsa-da, AQSh konstitutsiyasini o'zgartirish oson ish emas. Aholining 2% ham o'zgartirish kiritilishiga qarshi chiqib, bekor qildirishi mumkin. Qanchalik qiyin ekanligini tushunyapsizmi? 2019-yilgacha AQSh konstitutsiyasini o'zgartirish bo'yicha 11 mingdan oshiq takliflar berilgan. Ulardan atigi 27 tasi inobatga olingan. AQShni qo'yib turing. Germaniyada konstitutsiya 5 marta qayta qabul qilinib, 60 ta o'zgartirish kiritilgan. Italiya konstitutsiyasiga 75 yil ichida 16 marta, Koreyada 74 yil ichida 9 ta, Gruziyada esa 31 yil ichida 33 ta o'zgartirish kiritilgan. Bu davlatlarning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishining asosiy sababi mamlakatdagi parlament rolini kuchaytirish, ekologiyani muhofaza qilish, deputatlarni biznes bilan shug'ullanishiga taqiq qo'yish va boshqa normalarni asosiy qonunga qo'shib, uni mustahkamlash bo'lgan. Shu bilan birga konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilmagan davlatlar ham bor. Ulardan biri Yaponiya. Yaponiya 1947-yil amerikaliklar tomonidan tayyorlab berilgan konstitutsiyasini haligacha o'zgartirmadi. Gap xohish yo'qligida yoki konstitutsiya zo'r tuzilganida emas, shunchaki ularda o'zgartirish kiritish o'ta qiyin. Hattoki Yaponiya bosh vaziri: "Akalar, juda eskirib ketdi konstitutsiyamiz. 21-asrga to'g'ri kelmaydi. O'zgartiraylik" deb juda ko'p harakat qilgan. O'zbekistonda konstitutsiyaga 15 marta o'zgartirish kiritilgan, lekin asosan ma'lum moddalarga yoki qonun degan so'z qonun hujjatlari degan so'zga o'zgartirilgan va boshqa holatlar. 2002-yilda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendum o'tkazilgan. Unda parlament hozir biz biladigan 2 palataga bo'lingan va prezident muddati 7 yilga cho'zilgan. Yangi moddalar deyarli qo'shilmagan. Jiddiy o'zgartirishlar endi qo'shilishi mumkin. Hozir agar bilsangiz, konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritish bo'yicha katta muhokamalar bo'lyapti. Konstitutsiya komissiya a'zolaridan mana bugungi konstitutsiya komissiyaning kun tartibini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Yuqorida konstitutsiya qanchalik muhimligi haqida gapirdim. U sizni yaxshi yashashingiz uchun, yaxshi biznes qilishingiz uchun qanchalik muhim narsa ekanligini tushungandirsiz. Unga kiritilayotgan o'zgartirishlarga befarq bo'lmaslik kerak. Iloji bo'lsa o'zingiz ham borib qatnashib, o'z taklifingizni bering. Chunki o'tga kiritilayotgan har bitta o'zgartirish sizning hayotingizga ta'sir qiladi. Men o'qib chiqdim ba'zi takliflarni. Ko'pchiligi inson huquqlari, shaxsiy daxlsizlik va tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, sizni agar gumonlanuvchi sifatida qo'lga olishsa, advokatsiz hech nima demaslik huquqini konstitutsiyaga qo'shishni so'rashgan. Ana Amerika kinolarida ko'ramiz-u, advokatimsiz hech narsa gapirmayman deb turadi-yu, xuddi shunaqa narsa. Tonirovka masalasi ham ko'tarilib, uni butunlay tekin qilish ham so'ralgan. Konstitutsiyaga tonirovka haqida qo'shish qanaqa bo'ladi bilmadim-u, lekin bu taklifga balki qonun qabul qilishar. Bundan tashqari mulk daxlsizligi bo'yicha taklif berilgan. Ya'ni ertaga duch kelgan amaldor yoki tadbirkor sizni shaxsiy do'koningizni yoki uyingizni xohlagan paytda kelib buzib tasha olmaydi. Bu uchun sizni rozi qilishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari yana ko'p takliflar berilgan. Ba'zilari qonun ko'rinishida shundoq ham bor. To'g'ri, ba'zilarini oddiy odam tushunishi qiyin, lekin muhim va kerakli takliflar ham berilgan. Agar mabodo bu qonunlarni kimdir buzsa, konstitutsion behurmatsizlik deb qabul qilinishi mumkin. Buni jazosi esa qattiq bo'ladi. Xullas, do'stlar, konstitutsiya davlat uchun juda muhim narsa. Xohlagan odam xohlagan ishini qilmasligi, hamma odamlarning tengligi belgilanishi yoki sizning nimangizdir kam bo'lgani uchun huquqlaringiz cheklanmasligini kafolatlaydigan hujjat. Befarq bo'lmaslik kerak. Qatnashing va u yerda qanaqa huquqlaringiz borligini bilib oling. Bugungi mavzu sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Izohlaringizni kommentariyada qoldiring va video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Aytgancha, AQSh konstitutsiyasi dunyodagi eng qisqa konstitutsiyalardan biridir. Shunga o'xshagan qiziqarli faktlarni bizning Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Omad hamrohingiz bo'lsin. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamera. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa davom. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.